Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Sizlar bilan bugun mana trekker bir avtomobil kelgan. Uni o'ng tarafidan toqirda ovoz kelyapti deyapti. Ponni hadoyini ko'rib berdik. Buni teylarini hammani ko'rdik. Qayeridan toqirda ovozlari bor. Osmotr qildik. Keyin buni rezinkalarni deyarli hammasi kelgan, lekin buni hozir eng asosiyini ko'rib berdik. Asosiysi bunu o'ng tarafidan kelyapti deyapti. Buni ham ko'rsatib o'tamiz. Nima bo'layotganini, buni oldingi xatolarni ponni ko'rib berdik. Rezinkalar deyarli hammasi chirib yirtilib ketgan. Lekin hali juda ham yomon emas ahvoli. Mana ko'ryapsizlar. Yursa bo'ladi. Lekin asosiysi hozir oldingi o'ng taraf toqirdasini topib ularni kerak qilamiz dedi. Hozir buni ko'rdik, hadoylarni osmotr qildik, ko'tarib ponni hamma yerini nimada ekanligini videoni oxirida ko'rsatamiz, nima bo'layotganini. Shunaqa trekker avtomobilni shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ponni murojaat qilishingiz mumkin. Adresini ham telefon numerini ham oxirida ko'rsatib o'tamiz. Mana ponni hadoyini ko'rib chiqdik. Bu yerda asosiy to'qirtab yotgan narsa mana stabilizator cho'p. Mana ko'ryapsizlar, laqirtab yotibdi. O'zini o'zi ushlolmay, mana ko'ryapsizlar. Endi yangisini ko'ramiz. Mana yangisi ishlashi juda ham zo'r. Tekis tiniq ishidi, hech qanday laqirda nima yo'q. Bu Chistin original firmadan qo'yib beramiz. Bu o'zlarimizdagi STR firma. Juda ham zo'r, eng original zo'r narsalar shundan chiqadi. Mana qo'yib hamma yeri Chistin ovozini yo'qotib, yumshoq qilib berdik. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, kelaverasizlar. Sizni ko'rsatib o'tamiz. Qaranglar. Bu tarafdan Darital Benstep Institut Urdu. Shundan o'tib kelasizlar. Mana bu yerda Peshixod svetofor bor, knopka bosish edi. O'shani o'tib kelasizlar. Mana bu barner, akvachidan keyin mana hadovoy moy almashtirish ko'rsatib beradi. Yukarıdan göster. Mana. Kontaktni swarka. Hadovoy amortizator. Keyin bu tarafdan kelganda. Bu tarafdan kelsangizlar mana Dehqon bozor. Bu yoqda Dehqon bozordan to'g'ri kelaverishda O'zer Yashar yo'li. Shundan o'tib o'ng qo'lga olasizlar. O'ng qo'llanib yursangizlar 300 metr shu yerda chap qo'lda yo'lning bu tarafida. Bu tarafdan kelsangizlar Indabochaga qarab Ko'na Qamush. Shu tarafda o'tib kelaverasizlar. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Like bosib, kanalimizga obuna bo'linglar. Yangi chiqqan foydali videolarimizni ko'rib borasizlar.